Taraqqiyot strategiyasi markazida Shanxay hamkorlik tashkiloti davlat rahbarlari kengashining navbatdagi yig'ilishi va O'zbekiston-Xitoy strategik munosabatlariga bag'ishlab tayyorlangan O'zbekiston strategiyasi jurnalining maxsus soni taqdimoti bo'lib o'tdi. Navbatdagi lavhamiz shu haqda. Yig'ilishda O'zbekiston va Xitoy hamkorligidagi bir qator yo'nalishlarga doir masalalar muhokama qilindi. Qayd etilganidek, Xitoy O'zbekistonning eng yirik tashqi savdo hamkoriga aylangan mamlakatlardan hisoblanadi. Masalan, birgina transport va logistika tarmoqlarida 2024-yilda ikki mamlakat o'rtasidagi savdo hajmi 12,4 milliard dollardan oshdi. Shu bilan birga Xitoyning O'zbekistondagi to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalari 10 milliard dollarga yetgan bo'lib, bugun mamlakatimizda energetika, telekommunikatsiya, transport, konchilik, to'qimachilik va raqamli infratuzilma kabi muhim tarmoqlarda 3300 dan ziyod qo'shma korxonalar faoliyat yuritmoqda. Ahamiyatli jihati O'zbekiston-Xitoyning bir makon bir yo'l tashabbusi doirasida muhim mintaqaviy sherigi sifatida faol ishtirok etmoqda. Joriy yilda Xitoy Shanxay hamkorlik tashkilotiga raislik qilmoqda. Tez orada Tianjin shahrida sammit bo'lib o'tadi. Amalga oshirilayotgan sa'y-harakatlar natijasida xalqaro anjuman orqali hamkorligimiz yanada rivojlanadi. Biz Prezident Shavkat Mirziyoyevning Shanxay hamkorlik tashkilotini rivojlantirish borasidagi tashabbuslarini qadrlaymiz. O'zbekiston va Xitoy Xalq Respublikasi o'rtasida o'zaro manfaatli strategik sheriklik bundan keyin ham davom etadi. Bundan tashqari, Shanxay hamkorlik tashkiloti doirasidagi siyosiy diplomatik muloqotlar sabab savdo-iqtisodiy aloqalar, madaniy-gumanitar, ilmiy-texnikaviy almashinuv va mintaqaviy hamda global xavfsizlikni ta'minlash sohalaridagi faoliyat yanada mustahkamlanishiga umid qilamiz. Tadbir davomida O'zbekiston-Xitoy strategik munosabatlariga bag'ishlab chop etilgan O'zbekiston strategiyasi jurnalining taqdimoti ham bo'lib o'tdi. Aytish lozimki, biz mana shu munosabatlarni tahlil qilishda, ularni yangi bosqichga olib chiqishda bu jurnal muhim bir ma'lumot manbai bo'lib xizmat qilishiga umid qilamiz. Chunki mazkur manba nufuzli ekspertlar, nufuzli siyosatchilar tomonidan ikki tomonlama munosabatlarni tahlil qilgan holda o'zbek, rus va ingliz tillarida tayyorlanganligini va hozir o'zida mazkur bizani mana maxsus jurnalimizga ham O'zbekiston tomonidan hamda Xitoy tomonidan katta qiziqish bildirilayotganligini ta'kidlashimiz lozim. Tadbirda ekspertlar so'zga chiqib, jurnal taqdimoti Shanxay hamkorlik tashkilotining muhim tadbiri arafasida o'tkazilishi mintaqadagi siyosiy va iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirishga, aloqalarni yanada mustahkamlashga xizmat qilishini ta'kidladilar. Bu hozircha sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimizning so'nggisi edi. O'zbekiston 24 telekanalidan yiroqlashmang. Salomat qoling.